Ayolning nafosati va nazokati, vafa va sadoqati, aql zakovati va fidoyiligi asrlar mobaynida yer yuzida hayot davomiyligi va abadiyligiga asos bo'lib keladi. Oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko'rki bo'lgan xotin-qizlarni e'zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish xalqimiz uchun azaldan buyuk qadriyat bo'lib kelgan. Ayol bor ekan, hayot go'zal va mazmunli, xonadonlar obod va nurafshondir. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni. Ushbu sana butun dunyo bo'ylab go'zallik va nafosat timsoli bo'lgan ayol qizlarning bayrami sifatida keng nishonlanadi. Bayram munosabati bilan ularga har doimgidanda ulug' ehtirom ko'rsatilib, e'zozlanadi va sharaflanadi. Sana munosabati bilan Amudaryo tumani madaniyat bo'limida ham katta konsert dasturi tashkil etildi. Bayram tadbirini tuman hokimi Sobir Xo'jametov tabrik so'zi bilan ochib berdi. Tuman hokimi o'z nutqida yurtimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, oila mustahkamligini ta'minlash davlat siyosati darajasida ekanligini ta'kidladi. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning tumanimizdagi ijrosi xususida to'xtaldi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan barcha sohalarda xotin-qizlarga ko'plab yangi imkoniyatlar berilmoqda. Xususan, xotin-qizlar tadbirkorligi uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, tumanimizda 1000 nafardan ziyod tadbirkor ayollar faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmaydi degan ezgu tamoyil asosida 2024-yilda ayollar daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj 5600 nafar xotin-qizlarga turli yordamlar ko'rsatilib, ayollar daftaridan chiqarildi. 4 nafar ayol qizlar uy-joy bilan ta'minlandi. 8 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarning uy-joyi homiylik hisobidan ta'mirlab berildi. Boquvchisini yo'qotgan, yashash sharoiti og'ir deb topilgan 15 nafar xotin-qizlarning uy-joy ijarasi uchun kompensatsiya to'lab berildi. Nogironligi bo'lgan 2 nafar ayolning jarrohlik amaliyoti uchun xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadli jamg'armasi hisobidan mablag' ajratib berildi. Qolaversa, Oila va xotin-qizlar qo'mitasining tavsiyanomasi asosida tumanimizda 10 nafar xotin-qizlar oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida talabalikka qabul qilindi. Ayollar daftari jamg'armasidan 2 nafar, tuman hokimligi hisobidan esa 13 nafar oilaviy sharoitlari og'ir xotin-qizlarning shartnoma pullari oliy ta'lim muassasalariga to'lab berildi. Tuman hokimining tabrik so'zidan keyin turli sohalarda samarali faoliyat olib borayotgan ayol qizlarga tashakkurnoma hamda bayram sovg'alari topshirildi. Bayram tadbiri tuman madaniyat bo'limi tomonidan tayyorlangan bir-biridan ajoyib chiqishlar, betakror kuy-qo'shiqlar bilan davom etdi. Tumanimizning umidli xonandalari go'zallik, sevgi, do'stlik, bahor, ona va ayolni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar bilan barcha tadbir ishtirokchilariga yuqori bayramona kayfiyat bag'ishladilar. Ta'kidlash joizki, ushbu bayram go'zal va betakror yurtimizga bahor nafasi kirib kelganidan darak beradi. Qutlug' sanada xotin-qizlarga ehtirom ko'rsatish an'anasi yil sayin umumdavlat va umumjamiyat ahamiyatiga ega bo'lib, yuqori maqom darajasiga ko'tarilmoqda. Ülkemizge mineki şıraylı gülleri menen ülkün bir жақсы bir şıraylı güllerdi alıp mineki bahardan eng bir sulu bayramının biri mine 8-mart bayramının aldında ülkün bir жақсы mineki tedbirler bolup atır. Elimizde ülkün bayram başlanıp gitti. Usu bayram elimizge jarasadı. Ayol kızlardı usu vaqtqa deyinki hemme qo'llab-quvvatlawlari mineki baharda şıraylı bo'lib ko'rinib turadi deb o'ylayman. Usu münasabet menen şu 8-mart bayramını ayol kızlarımızga ülkün den sağlık, ülkün elimizge bir жақсы bir maqtanış etetiğinday bir жақсы ayol kızlar arasında ülkün жақсы tabsılap tileymen. Ayol kızlarımızga ülkün itibar berilmekte. Ana bala salamatlığı boyunca hazırkı vaqtda mineki bütkül hemme elimizde bir bala salamat bolsa, ana salamat bolsa elimizдің salamatlığı betkemlenedi. Usu münasabet menen hemme yerlerde mineki analardaga жақсы itibar berilip atır. Bul üçün ülkün bir prezidentimizge, elimizge ülkün ayollardy silagany, uske analarımızды silap atırgany üçün ülkün minnettarçılık bildirip kalama. Mene elimizde mine ayol kızlar bayramı menen hemmeni şın gönlümden qutluklayman. Bayramlar qalasa bersin. Ayol azaldan mehr, shafqat va sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Inson, oila, ayol tushunchalarini bir-biridan ajratilgan holda tasavvur etib bo'lmaydi. Oilani ham, jamiyatni ham birlashtirib, unga fayz va baraka kiritadigan, xonadonlarimizni mehr-muhabbat, nafosat, ezgulik nuri bilan munavvar qiladigan zotlar ham aslida mo'tabar onalarimiz, munis opa-singillarimizdir. Ulug' donishmandlar vatanga eng munosib ta'rif izlaganda, uni ona siymosiga qiyos etganlarida ham katta ma'no bor.
Fursatdan foydalanib, barcha dilbar ayol-qizlarni, onaxonlarimiz, opa-singillarimizni ezgulik va go'zallik bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan samimiy tabriklaymiz. Oilaviy xotirjamlik, xonadonlariga tinchlik, fayz va baraka tilaymiz. Doimo xalqimiz, vatanimizning yuksak mehri va ardog'ida, yaqinlaringizning e'zozida yashang, aziz va muhtarama ayollar. Mana bugun tumanimizda katta bayram bo'lib o'tyapti. Shu munosabat bilan respublikamizda barcha xotin-qizlarni bayram bilan tabriklayman. Oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik hamda tumanimiz xotin-qizlarini ham bayram bilan tabriklayman.